Assalomu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar Shinjang televiziya stansiyasi, Shinjang Xuyu madaniyat tarqatuvchi shirkati, Shinjang Bug'ra madaniyat tarqatuvchi shirkati hamkorlik bozorlar sungan cho'ng tutki san'at programmasi, Obida Ipak yo'li sadasi programmasi. Rahmat. Ben Ümit Tursun. O'zinglarda bo'layotgan programmamizning 3-bosqichi bo'lgan imtihon bosqichi bo'lib, bu bosqichimizda har bir guruhdagi mahirlarimiz 2-2 dan baygiga tushib, o'ziga tegishli bo'lgan shu bir o'ringa ega bo'lish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Albatta, 3-bosqichimizdagi alohidaligi bo'lsa, har bir guruhdagi mahirlarimiz raqobatlashgandan keyin o'tirayotgan mahirimizning yana bir qatim ustozlar tomonidan tanlanish fursati bo'lib, albatta ustozlarimizga eskartadiganimiz har bir ustozning butkul bosqichda faqat bir nafar mahirni tanlash huquqi bo'ladi. Albatta, programmamiz tajidorlig'iga Shinjang Obida Biopan texnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Tungi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasining ustozlari bo'lsa, Abdullah Saknisining yetakchi ustozi Abdullah Abdurim ustoz. Al-Ray guruhining yetakchi ustozi Dilshod Raydun ustoz. Sanobar Saknisining yetakchi ustozi Sanobar Tursun ustoz. Nur Saknisining yetakchi ustozi Nurnisa Abbos ustoz. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Bugun diqqatimizda bo'ladigan Al-Ray guruhi. Undaqda bugungi raqobatimiz boshlanishidan avval Al-Ray guruhining yetakchi ustozi Dilshod Raydun apandining qanday yurak so'zlari bor, birlikda anglab boqaylik. Qani ustoz. Assalomu alaykum. Televizor ekran oldidagi suyimli ko'rmanlar. Ipak yo'li sadasining 3-sonining 3-aylanması hazır başlanış olib turibdi. 2-aylanmada 16 mayırdan tanlangan 8 mayırni biz Al-Ray grubumuzdan yardımcı ustoz Shokat efendim ikimiz köp oylashib, mushu 8 mayırning mushu qatimliqi aylanmada yaxshi natijalarga erishish uchun bu mayırlarning ovoziga tushadigan hamda o'zining talantini naqsh etish mahoratini to'liq joriy qildira oladigan naqshlarni shu mayırlarimizga taqsim qildik. Qisqagina 2 oy jarayonida bu mayırlarimizmi az bo'lgan jafolarni chekdi. Jiroq yerlardan Urumchiga kelib, repetitsiyalarga qatnashib, naqshlarni unga elib tankash muzikalarni hammasini ishiltib, jiq jafolarni chekdi. Shokat efendim ikimiz bu mayırlarga yana ko'plab naqsh etish jihatdagi mahoratlarni, naqshlarni qanday qilib bir taraf qilish, qanday qilib lirikalik etish, qanday qilib nuqsonsiz etish to'g'riliq jiq tarbiyalarni berdik. Endi shu aylanmada bizning Al-Ray grubimizdagi shu 8 mayırning shu 3-aylanmada yaxshi natija bilan o'zlarining naqshini texnik yuqori mahorat bilan o'rlab, televizor ekranining oldidagi barliq tomoshabinlarga estetik zo'q berishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat ustoz. Xuddi Dilshod Raydun ustoz aytganga o'xshash, biz Al-Ray guruhining bu bosqichdagi musobaqasiga bir aziz mehmonni taklif qildik. Bu aziz mehmon bo'lsa, hammalarga tanishib bo'lgan ijodiyatchi, muzikant bo'lgan Shokat Isxon apandi. Qarshi olamiz. Shokat apandi, bu sizning ikkinchi qitim, ya'ni bizning Ipak yo'li sadasi programmasida yordamchi ustoz sifatida qatnashishingiz bo'lib hisoblanadi. Undaqda sizning mahirlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Assalomu alaykum, muhtaram aziz mehmonlar, yaxshimisizlar? Men Shokat Isxondan hammanglarga o'tliq salom bo'lsin. Bizning guruhimiz inoqlik, ittifoqlik to'lgan bir guruhpa. Qisqagina bir necha oy ichida biz guruhdagi mayirlar bilan urug' tuqqandek qarindoshlik bo'lib ketdik. Bir necha oy oldidan bir necha oy mashq jarayonida guruhdagi a'zolar mayirlarimiz az bo'lmagan jafolarni chekdi. Albatta buni ustoz Dilshod Raydun apandimniki jafosidan amgikidan ayrilib qarg'ilab olmaydi. Men ko'p yordamda bo'lolmagan bo'lsam, nihoyat hayajonlikda o'tiribdiman. Mayirlarga yaxshi natijalarni o'zlari o'ylagandanmi yaxshi natijalarni tilayman. Mayirlar g'ayrat qilinglar. Rahmat ustoz.
Albatta, bizning programmamizga qatnashgan barliq aziz mehmonlar o'zining ko'ngil sovg'asini elib keldi. Sizning bu ko'ngil sovg'angiz bor deyman, ha? Albatta, bor. Biz bunda qildik. Ko'ngil sog'imizni. Men o'zim akkordlashtirgan bir narsani shogirdim Muhammad Tursunniki ovoz orqali yetkazsam deb o'ylab, alaydiroq qilaydi deb o'zimizcha. Shuning Muhammad Tursunni bir naqshga o'rlashtirgan, Muhammad Tursun shogirdim taklif qilgan bo'lsin. Bo'ladi. Qanday bo'lsa hammalar qizg'in olqishlarimiz bilan Muhammad Tursunni sahnimizga taklif qilamiz. Amaliyotda Muhammad Tursun mening bilishimcha, ayni vaqtda bir qancha yil burun Markaziy televiziya stansiyasidagi Osonliq millatlar naq maydonida nomer o'rinlash jihati 3ning oldingi 3ning ichiga kirdingizmi deyman, ha? Demak, shu mayir tanlash musobaqasiga nisbatan sizning bir tajribangiz bor. Undaqda shu tajribalaringizni hozir musobaqaga qatnashmoqchi bo'lgan mahirlarga bir yetkazamsiz undaqsa? Oldi bilan shu ekran oldidagi shunaqami shu ko'z oldimizda o'tirgan 4 ustoz yanalar mening ustozim, yordamchi ustozimiz Shavkat Isxonboshevga barliq 4 ustozlarimizga salom bo'lsin. Ekran oldidagi barliq aziz mehmonlarimizga salom bo'lsin. Salom sizlarga. Rahmat. Endi 2013-yillik Osonliq millatlar naq maydon naqsh etish musobaqasida ozgina ko'p turandi. Mening bilishim hamda to'g'ri ko'p emas. Shunday bo'lsa-mi? 5-dan o'tganlar bo'lsa, birinchi bo'lib shu sanada natija muhim emas. Ikkinchidan o'zimizning ovoz sharoiti bo'yicha eng go'zal holatimizni, sahnadagi eng go'zal holatimizni, ikkinchidan shu ovozimizning eng sifatli holatini chiqish uchun
Şunu bir o'ylasak qolgan natija ekran oldidagilar yoki pastdagilar yoki ko'z oldimizda turgan ustozlarning bahsi uni o'ylamasak yana bir shart bo'lsa o'sha qinimizdagi urg'ib turayotgan udar shakl hissiyot shularni ep chiqarsak qinimizga narsani shu qinimizda berishcha hamisha o'rlab ep chiqarsak shuning o'zi eng chong natija deb o'ylayman. Rahmat. Demak, natijaga va ko'ngil bo'lolmay, shu naq maydondagi holatimizdan, kayfiyatimizdan huzurlansak demoqchi. To'g'ri, to'g'ri. Rahmat sizga. Ishlaringiz texnik barakatli bo'lsin. Qani, o'smayli. Marhamat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. El Rayi guruhisining imtihon bosqichi hozir boshlandi. Aldı bilan sahnimizda mahorat ko'rsatgan mahirlarimiz bo'lsa, Rizvongul Davud bilan Gulcannat Roziq. Navbatda maydonga chiqmoqchi bo'lgan ikki mahirimiz Gulcannat bilan Rizvongul. Men Elray guruhisiga kirgandan buyon Dilshod ustoz bilan Shavkat muallimning yetakchiligida nurg'unlagan bilimlarga ega bo'ldim. Gulcannat bo'lsa oldingi sonda tomoshabinlarimiz ko'rgan go'zal ovozda opera o'rladigan pishqan bir naqshchi. Bu qatam o'qimoqchi bo'lgan naqsham Ozarbayjon Arshin Malaldinning bir operasini aytmoqchi. Rizvongul bo'lsa, bu bizning pichan oila san'at umididagi kasbiy bir naqshchi. Mening bu qatam musobaqa tayyorlik qilgan naqsham Pasha Ishon adam o'rinlagan Vatanga Madiya nomli naqsha. Bu naqshini o'rganish menga bir qadar tez keldi. Ovoz egizlik jihat olsun, qattiq yumshoqlik jihat olsun. Dilshod Raydin ustoz bu jihatda menga intayin yaxshi tarbiyalanib berdi. Men chuqum eng yaxshi saviya bilan bu qatam yaxshi natijani qo'lga keltirishga tirishaman. Rizvongulmo nayt kuchlik yaxshi naqshchi. Lekin menmo bu qatam yaxshi tayyorlik bilan keldim. Utuq chiqishga to'liq ishonchim bor. Ikkilanlarning nayt ko'taran guruh bilan naqshonlarni nayt jangovarlik bilan yaxshi o'rlashinglarni umid qilaman.
jan buldu. Yaşadım taze, yaşadım sevda. Hicran derdi bana geldi. Hicran derdi bana geldi. Bunca cafanı layık gördü. Bunca cafanı layık gördü. Yoktur takat sabrehalet. Yoktur takat sabrehalet. Ülmek yaşıdır, ne ki bu zilvet. Ülmek yaşıdır, ne ki bu zilvet. Ekran aldığındaki kaderde görülmeli. El Rayi grupsının tunci gruppa makirleri özlerinin nakşilerini eğitip oldu. Ondaqda ustazlar qandaq bahalarını berdi, qandaq tavsiyelerini qildi. Allah makirleri özlerinin nakşilerini eğitip oldu. Ondaqda ustazlar qandaq bahalarını berdi, qandaq tavsiyelerini qildi. Allah bakamdıq. Nurnisa Abbas ustaz. Mena Rızvan Gülüm Vatanga Madiya namlıq naqshini o'rinlabdi. Bu naqshningki bir necha xil uslublarni o'rinlagan, uslublarni anglagan. Lekin bugun Rızvan Gül eng chiroyli uslubini yetkazibdi. Rızvan Gül, Rahmat. bek chiroyli aytdingiz bu naqshni. Ovozingiz burunmi chiroyliqdi, hozirmi texmi chiroyli bo'lib ketibdi. Sizni tabriklayman. Men naqshni haqiqatan payzi o'qidingiz. Gül Jannat Raziq. Kasbchanligingiz nihoyat kuchli, sahnaga bek yarashgan. Ajoyib bir huzur beg'ishlaysiz-ku. Rahmat. Bugun siz haqiqatan yaxshi o'rinladingiz. Gap ketmaydi. Kasbiy nuqtai nazardami shu? Sahna qiyapdingizmi shu? Rizvan Gülni tavsiya qilaman. Rahmat ustaz. Abdullah Abdurim ustaz. Rizvan Gülmo malum degandek ilgirlash zo'r
mana bugun bu vatanga madhiya degan naqshni biz ustozlarimizdan aytganini anglagan, men mana yosh bolalarning aytganini anglamabdi ekanman. Yosh bolalarning ichida rasma singlimiz bugun biroz aytib qo'ydi mana shu naqshni. Hamda natijangizga barakalloh tirishibsiz. Burungi naqshlaringizni anglab kelyapmiz. Hamda uning ustiga siz bu sizning guruhidami burunmi bo'lgan, shu naqshlaringizni anglagan bir qadamdan mushu holatga kelibsiz. Mana bugun deyishib o'tdik, bu naqshda masala chiqmadi. Chiroyli ovozingiz munoyati bodi. Guljanat Roziqqa texmi gap ketmaydi. Bu qiz mushu bugunmi texmi asli buningdami qo'yib o'tib, ozroq o'zingizning shu operaning kayfiyatini texmi yarata oladingiz. Bo'pti, naqsh musobaqasi bo'lgandan keyin deb naqshni asos qilib qoldingiz. Boshlab sal yig'ishtirib oldingiz. Lekin naqshni ayt yaxshi bo'ldi. Men Guljannatni tavsiya qilaman. Guljannat. Rahmat ustoz. Sana darqatın ustoz. Rizvangul Davud Vatangi Media asli ovozlaringizni aytgan bir naqsha. Bugun kuchmayla hech qanday kuch ketmagandaklar bir kichik naqshni aytayotgandaklar aytib men hayron qoldim. Ilgirlashni cho'ng bo'pti. Dilshod Raydin ustozning guruhiga kirgandan keyin Guljannat Raziq aning ovoz texnikasi gap yo'q degan naqshini yaxshi yuqori saviyada o'rlab berdi. Endi cho'qim birisini tavsiya qilishgan men tavsiya qilganim Rizvangul Davud. Rizvangul Davud. Rahmat ustoz. Shavkat Yusuf ustoz. Bu ikki mayirimiz uslub o'xshamagan bilan ikkisimi o'makniki kasbiy naqshchilar hamda nihoyat yaxshi o'rinda naqshni odatda mashq qilgandagidanmi bakrak yaxshi bo'ldi deb qarayman. Cho'qim birisini tavsiya qilish kerak ekan. Men Guljanatni tavsiya qilay. Guljanat. Rahmat ustoz. Dilshod Raydin ustoz. Avval bahoyingiz. Aldığınlar bu iki mayerimizin o'xshamagan ikki uslubda naqsh o'rlaydigan ikki mayer. Guljanat bo'lsa güzel ovozda naqsh o'rlaydi. Ondan boshqa yana xalq naqshlarini, amabop naqshlarini nihoyat chiroyli o'rlay oladi. Rizvangul bo'lsa mush naqshni Vatangi Mediani esa muallim deb yo'qan dastlab masal ansirgan. Bu naqsh hamon cho'ng naqsh shu. Buni bizning ustozimiz Pasha Ayshan ustozimiz aytganda, mushu Pasha Ayshan ustozimizniki aytgan o'rlagan naqshini ko'p anglang, apfuraq shivilari, qandaq yerlarini qandaq oladi, avjilarini qandaq qanqitadi. Buni endi do'rabsa aytib qo'ysa bu naqsha o'xshamaydi-ku. Shuning uchun bu naqshni qanday aytish uchun avval aytgan ustoz aqdarga yetkazib o'rlagan buni Pashada. Shuninkini unchalik o'rlash mumkin emas, lekin shunga yiqillash kerak-da. Texnik yiqillash kerak. Ko'p anglansam Alloh qilsa birayman qatim angladim-ki bu qiz. Mushu repetitsiya jarayonidami shu nurg'un yerlarni men deb berdim. O'shab nuqlanda Pasha adamning shu telefonda bor ekan naqshisi. Shuni qayta anglab ishimiz mayerni mandaq oldi ekan, ayerni andaq oldi ekan. Rizvangulning mas sezimchaligi kuchli ekan-ku. Deganni shu zamat qila oladi ekan. Bu naqshni aytib qalbidagi yaxshi o'rladi. Guljanatmi hamda gap yo'q bu naqshni o'rlashda. Ovoz hamda bu Guljanat Shanxay Muzik instituti, hamda Shem Muzik institutlarida bir necha yil o'qigan. Mushu kasbchi, ikkisi kasbiy naqshchi. Bizning mush Elray guruhimizdagi eng g'olliqi ishki mayirimiz mushu. Bu ikkilisidan qiymayman. Xo'sh, ustoz, eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Guljanat bo'lsa, mushu go'zal ovozda naqsh aytadi. Rizvangul bo'lsa, milliy uslubda, yerlik bizning milliy uslub naqsh aytadi. Undan boshqa mayirlarimiz ichida yana amabop uslub naqsh aytadigan bundaq mayirlarimiz bor. Demek çoğunluğu benim grupamdan da xilma-xil uslub naqsh aytgan bolalar. Şuna keng xitimliq musobaqaga yana mayirlarimizning rangdorlik qatnashishini o'ylashib keng xitimliq
Müsabakaga yana mayırlarımızın rengdarlık katmışını oylaşıp Gülcennet'ini Mübarek olsun. Mübarek olsun. Hoş Gülzangül. Afsus, bayatınqı bəygide siz tuturup koydunuz. Ama afsusluğu şu, çünkü sizden yana bir qitimlik fırsatınız var. Belkim başka ustazlar sizge közünü tikip qarab turgan bo'lishi mumkin. Men avlaychi o deb. Ondaqda ustozlarga berilgan vaqt 10 sekund. Ta'tir sanoq boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mübarek olsun, Rızangül mübarek olsun. Rahmat. Siz Sanuber Tursun ustozning guruhiga tanlandingiz. Albatta keyingi bosqichda siz Sanuber saknasining a'zosi sifatida musobaqa qatnashasiz. Mübarek bo'lsin. Rahmat. Qani, ustozingizga Mübarek olsun saknimizda qadamlarimiz Sanuber ustozning guruhisidagi sarxillar bilan tamomlashadigan bo'ldi. Eng yaxshi ish bardingiz bilan keyingi bosqichlarda eng yaxshi natijalarni qo'lga keltirgansiz.
qatarda sizmi bo'lsangiz bo'lmasmidi do'stlarimiz qatarda sizmi bo'lsangiz bo'lmasmidi biz bilan jur hamisha tursangiz bo'lmasmidi ko'p qatori ko'p umr sürsangiz bo'lmasmidi o'tlari qalbimda qolgan mangu armonim dadam mangu armonim dadam Seni sevdim gülüm, gönlümü verdim canım. Sevgimiz bulsun ta ebed, ayrılma mendin gülüm. Sana köydüm canım, hayatımı verdim gülüm. Sevgimiz bulsun mengü, ayrılmayınız yarım. Ah sürgün küyer, seni sürünüp gider. Koyaşten verdim mi, kül senden su içer. Ah kalbim küyer, seni sürünüp gider. Koyaşten verdim mi, kül senden su içer. Ha, ha, gül sen, çıraylık sen, minik sen. Gül sen, çıraylık sen, minik sen. Sen yüreknin parası, könlüm pervanesi. Ömrüm sana bağladım, sen kül erksin. Sen yüreknin parası, könlüm pervanesi. Ömrüm sana bağladım, sen kül erksin. Ömrüm sana bağladım, sen kül erksin. Sen kül erksin. Qadrli ko'rmanlar, yuqorida biz Mahmudjon
Şundaqla Mehmetcanның elib kelishidagi naqshidan birlikda huzurlandik. Undaqda endi biz ustozlarning bahasi shundaqla tavsiyasini olib boqaylik. Aldi bilan Abdulla Abdurahim ustoz. Rahmat ishki o'quvchimizning o'xshamagan temada aytib naqshisiga birisi atalar to'g'risida yozilgan naqsh ekan, yana birisi sevgi muhabbat naqshisi ekan. Mana endi har ikkalanglar chiroyli aytdinglar vallah. Rahmat. Masala yo'q. Men bugun muallimga tavsiyarim Mehmetcan. Mehmetcan. Rahmat ustoz. Sana bir tursun ustoz. Mahmud Mehmet inimiz dadam degan naqshini ta'sirlik o'rlab berdi. Ammo shu o'ylayman Mehmetcan hekim inimiz aytgan naqsh hozir Abdulla ustoz dedi, muhabbet izhor qilingan. Muhabbet izhor qilingan naqshlarni zodi shu zarlabli bichar bo'lib yig'lab aytish kerakmi Abdulla aka ya? Mehmetcan hekim inimdan la emas, bizning yoshlarimizdan shu muhabbatga uylangan naqshlar bo'lsin. Yig'lamsirash emas, mardonlikni ko'tarib chiqishini umid qilaman. Mening tavsiya qildiganim Dilshod Raidin ustozga Mahmud Mehmet. Mahmud Mehmet. Rahmat ustoz. Bir nisa ustoz. Dadam degan naqshim chiroyli naqsh ekan. Dada to'g'riliq naqshlar bek chiroyli yozilgan naqshlar chiq bo'lganligi uchun men naqshida toza ifodalanmay qoldi. Ya ovozing sal bugun endi jiddilashib qoldimi sizniki? Mahmud, buningdan yaxshi ayta olsangiz yaxshi siz. Şuna bugün men tavsiyarim menga ijodiyatda eng yoqqan Gülüm nomli naqshining egisi. Mehmetcan. Mehmetcan. Rahmat ustoz. Shavkat ustoz. Shikmayrimizmi yaxshi aytdi. Mahmudmi yaxshi aytdi, xili yo'riq ovoz bugun. Mashqlikdan xili yaxshi. Ammo 3-chi kublet kelgan vaqtida azroq ovoz o'rni sal yo'q ustiga o'rlab ketib qoldi-chu. Mehmetcan kelsak, Mehmetcan kasbiy nuqtadan hamda Mehmetcan o'ziniki ijodiyatni aytganligi uchun men Mehmetcanga bilet tashlayman. Mehmetcan. Rahmat ustoz. Dilshod Raidin ustoz. Bahoyimiz. Mahmud Mehmetcan bu ishki jigit baytın o'rliga ishkil naqsi shunchalik yaxshi. Mahmud mushu dadam degan mushu naqshini nima uchun mushu aytdi, o'rladi deganda aldın qetimlik 2-ci sanda bunun dadısı vafat bo'lib ketib bir haftadan keyin sahnaga chiqib yana naqshini o'rladi. Ey mushta musibat bo'lib qolsa bu davomlashtiramdik bu ishni desam, yo'q aka, kerak yo'q. Men cho'qim davomlashtiraman. Ko'ngli shunchaki yerim turib yana mushu nimaki qatnashda bu rolni ta'sirlandim. Bu qatam mushu naqshni aytishdimi? Buni shu dadasini eslagan mashaq bir nimba. Hamda mo'yimi mushu naqshni sahnada bugun yaxshi o'rinlab tomoshabinlarga ko'rsatdi. Bu sening bir g'alban. Mehmetcanning Gülüm degan naqshini Mehmetcan mushu aylanmaga kelishga bir muncha naqshlarni jiq uygangan tayyor qilganda zada aplashmay inkarmush naqshni 10 kun oldin yozdi bu. 15 kun oldin muzikasini yozib, ishlab, tekstni qo'ndirib, gitarlar aytib nim qilganda biz repetitsiya nim qildik, Shavkat muzikasini ishildi. O'zi gitarni o'zi chalgan bayqa ba'zisining gitarni. Gitarni bak yaxshi chaldi bu. Asosiy gitar keyiniga Shavkat akordeon bilan bir muzikasi taqfitkili 3 kun bo'ldi buni. Onu aldı gitarla mashq qilgan. Endi 2 yil japotatida. Endi bu yerga natijaga kelibdi жаңа mo'yim emas, mo'yimi shu sahnada shu ishkisi naqshini nayta g'albilik o'rinlig'ini shu bularning uftig'i. Eng cho'ng uftig'i. Eng cho'ng uftig'i. Xo'sh, ustoz. Eng oxirgi qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Eng oxirgi qarorim Mehmetcan. Mehmetcan. Muborak. Balkim kayfiyatimizda azroq bir o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bayatdan shu naqshini o'rlash jarayonida shundaq-ku. Shuna azroq bir savalliklar ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin. Bu qitimliq baygida o'tirib qo'yganimiz bizning fursatimizning yo'qligi emas. Yo'q. Bu meydan maqam faqat bir mashq meydoni bu.
Bu mağın fakat bir məşq meydanı. Ha. Mening o'ylaganim, Ha. endi men mushu aslida men boshqa naqshab kelgan. Hmm. To'xtatdi, ko'nglim to'yganmi? Shuning bilan mushu dadam degan naqshini aytish nimasi keldim. Ha. Chunki dadam vaqtsiz, kelmas bir mahalla ketib qoldi. Hmm. Lekin mening qalbimda dadam mangu hayot. Shuning bilan birlikda ustozim Dilshod akamga, Shavkat akamga, boshqa ustozlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Hamda meni qo'llab bergan Shayxodagi barliq do'st birodarlarimga, akam Abdurasulga, hamda shu naqshamning muzikasini tankash qilib bergan ustozim Akbar Arkinga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Ha, Dilshod Raydon ustoz oldingi maydonda Abdullah sahnisida o'zining huquqini ishlatib oldi. Sanobar Tursun ustoz bo'lsa, birinchi aylanmada o'zining huquqini ishlatib oldi. Hozir yana huquqini ishlatmagan Abdullah Abdurim ustoz bilan Nurnisa Abbos ustoz bor. U ikkisi balkim sizni tanlab qilishi mumkin. Undaqda ustozlar, ta'bir sanoq boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rahmat. Amaliyotda Mahmudjondan keyin o'ziga qarasa mendan semiz, mendan bundoq gavdlikroq turgani bilan kichik boldek shundoq sap pak qalbi bor ekan-ku. Amaliyotda bayatdan aytgan shu naqsini sahnada ifodalab berishi va kayfiyatida turuqsizlik paydo bo'lib qolganining o'zi bir foydaliq deb o'ylayman. Chunki odam o'zining qalbidagi shundoq bir to'sqinliklarga uchrashi va azob-uqubatlarga uchirgan shu vaqtlarda ma'lum bir usul orqali o'zi yaxshi ko'radigan shu usul orqali bir boqirib o'tish yoki bo'lmasa shu usul orqali bir chiqirib o'tish orqali o'zidagi bir yengillik kayfiyatini paydo qilish. Menimcha sizmi bayatdan o'zingizning naqsini otangizga aytgan, dadangizga atab aytgan bu naqsingizni o'g'irlagandan keyin kayfiyatingizda sal yengillash bo'ldi deyman ha. Bo'ladi. Unda qolsa sizdan buningdan keyin texmi o'zingizning ro'yingizni urg'itib olg'a qarab mengishingizga tilakdoshligimizni bildiramiz. Qani, undaqda ustozlar bilan xo'shlashamiz. Tirishchanlik ijtihod bilan bosgan qadamlar hargizmi insonni umidsizlik cho'lida qoldirmaydi. Balki g'albi buloqlarda natija jamida suv ishkizadi. Sahnimizda mushu bosqichga kelishning o'zimi shuning misoli. Bundan keyingi san'at hayotingizda tirishchanlik ijtihodni o'zingizga hamroh qilasiz. Kılmamış gün Kar kılama Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Al-Rayi guruhining 3-bosqichi, ya'ni imtihon bosqichi. Endi sahnimizda mahorat ko'rsatadigan makirlarimiz bo'lsa, Yakya Yo'ldosh bilan Wang Feifei. Növbətdə meydana düşürən iki mayırımız bolsa, Wang Feifei ilə Yakya. 这次比赛，我为大家带来一首具有挑战性的艺术歌曲《美丽家园》。台下呢，在准备这首歌曲的过程当中，弟弟夏提老师非常认真耐心地给我讲解了关于歌唱中很多的不足。 Bu naqshnomu qiyinlik darajada xeli var. Wang Feifei mush naqshni tayyorlash jarayonida puxta tayyorgarlik qildi hamda zo'r jafolarni tortdi. Mening sahnam Raim bo'lsa, Wang Feifei bu bir kasbiy naqshchi. Yakya bo'lsa, bizning hozirgi yoshlanishlik ommabop uslubda naqsh etgan bir mayirimiz. Bu qitimliq musobaqada aytmoqchi bo'lgan naqsham ona to'g'risida. Bu naqshni mashq qilish jarayonida ustozim menga yuqori ovoz, töven ovoz chiqarishlarni inchikilab o'rgatdi. Yakya, 我们一起共同加油！ Ishqilingizga tuqlan tilayma yaxshi natijalarni olishimizni umid qilaman. Sahnada o'zinglarni erkin qo'yib, eng yuqori mahoratlarni ochiq qilishni o'rlashingizni umid qilaman. Uçtum ben Seherdeki çulpanga Men fikrini Mihribanana Uçtum ben Ürkeşligen deryaga Men fikrini Kadirdan ana
Senin elin barında men çoğun buldum. Batın alem gül bersun sana. Unutmayman anam bergen sütümle ecrim bilen birimen cevap. Ketmeydu kız aldimdin mening külüp durgan çırayın ana. Her dem verirsen bana. Ketmeydu kız aldimdin mening külüp durgan çırayın ana. Her dem verirsen bana. Her dem verirsen bana. Hoş, mana iki mahirimizden naqsını anlap olduk. Undaqda ustazlar qandaq bahalarını berdi, tavsiyelerini qildi, anlap bakaylik. Bir nisa bas ustaz. Van Feyfey, güzel yurtum, güzel uyum degandek mezmunlardaki naqsını o'rinlab berdi. Nayda obdan yaxshi o'rinlab berdingiz Van Feyfey. Ovozunuz texmi
kontrol qilishni texim o'rganibdi. Kontrolchi. Van Feyfeydagi ilgirlash kontrolluqchi. Yahya yo'ldosh Yahya Tunji. Ana temisidagi naqshini o'rinladi. Men mushu Yahyaninki har qanday naqsh esa mushu hissiyat berishiga bak amroq. Mushu bo'yicha menga berag'a inim. Bak esil. Shuning uchun mening tavsiyalarim Yahya Tunji. Yahya yo'ldosh. Rahmat ustoz. Abdulla Abdurim ustoz. Endi bugun men tavsiyada Van Feyfeyni tavsiya qilaman. Van Feyfey. Rahmat ustoz. Sana baraka olsun ustoz. Bu Yahya yo'ldosh inimiz har basqıçdan yaxşı naqsh o'rlavatdi. Hammamizning bir hayajonlantiryapti har bir naqshi. To'xtam qilma ana haqidagi naqshimi ajoyib yaxshi o'rinladi. Van Feyfey texnikalik naqshchi, haqiqatan texmi yaxshi o'rlab berdi. Men lekin Dilshod Raydin ustozga tavsiya qilganim Yahya yo'ldosh. Yahya yo'ldosh. Rahmat ustoz. Shavkat Esxon ustoz. Hozir ustozlam deb o'tdi. Van Feyfey haqiqatan bir kasbiy naqshchi, makni kasbiy naqshchi. Nayt yaxshi o'rinda. Yahya kelsak, Yahya aslida bir qanzush naqsha tayyorlagan. Boshda azroq maslahatli bo'lmay, shunda tayyorlab qo'yib qolibdi ekan, muzikalarni ishlab tayyor qilib qo'ygan. 2 kunning ichida almashtirib shuning muzikasini ishlashga ulguramidik. Bunda bir sahanda bo'libmi, oxirgi vaqtlarda bir tal gitar bilan chiqib aytish rasa g'ayratinga barakalloh ukam. Amal bo'lmadi-chu, tunugilda mashunda o'zgarishlar bo'lib qoldi aka, bu naqshni tanlab ekanman, lekin keyindan ba'zi yerlarini bir taraf qilib bo'lanmadim degandiki, mush naqshni o'zgartgan. Shuningga g'ayratlik inimga bir bilet tashlay. Yahya yo'ldosh. Rahmat. Rahmat. Dilshod Raydin efendi. Avval bahayınız. Yahya yo'ldosh mushu o'tkilkagicha o'zining noyatiqi hissiyatchan, bu naqsh ishni ichiga kirib, naqshning ichiga rasmiy to'liq hissiyat bilan o'rlaydi. Odamga ta'sir beradi-chu. Yahya bo'lsa-mu Bejinda o'qiyotdi bu shu shenda yengin shu endi. Bu vaqa o'z uyini vaqa bunda nima naqsh emas. Bu shu ommabop naqsh etish uslubida rasmiy institut o'qiyotgan bir bola. Van Feyfey bo'lsa axsus Harim naqshchilig'ining kasbiy naqshchisi. Xo'sh, ustoz, eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Eng oxir qarorim ustoz, eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Eng oxir qarorim Van Feyfey. Van Feyfey. Albatta, Yahya inim, bizning yana bir fursatimiz bor. Chunki Abdulla Abdurim efendi shundaqla Nurnisa Abbas xonim ikkilarning qo'lida yana 2 tal bilet bor. Ya'ni balkim ular o'zlari sizni o'zining guruhiga tanlashi mumkin. Undaqda qani ko'rib baqaylik. Teatr sanoq boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afsusinim. Ammo menimcha bu vaqtda bugungi bu natija muhim emas. Mushu jarayonda bizning o'rganganlarimiz hamda muhimchilar-ku. Bundan keyingi o'qishlaringizga texnik utuqlar tilaymiz. Qani, ustozlar bilan xo'shlashamiz. Marhamat. Yoshlardagi tirishish, izdinish ruhi kelgusiga bo'lgan ishonchimizni oshiradi. San'at yo'lidagi o'rganish, izdanishinglarga utuq tilaymiz. Gerçi sahnimizdan ayrılsanızmı, xalqimiz ko'ngil to'ridan o'rin og'idek san'atkor bo'lib yetishib chiqishingizni umid qilamiz. Yana deymiz jahon to'tkunlik. Endi sahnimizda mahorat ko'rsatadigan mahirlarimiz bo'lsa, Eli Ahmad bilan Turg'un Mirovidin. Navbatda maydonga tushmoqchi bo'lgan yana 2 mahirimiz Turg'unjon bilan Elijon. Men Elray guruhiga kirgandan buyon Dilshod Raydin ustoz ham shuningdek Shavkat ustozning yetaklashida ko'plagan yaxshi bilimlarni oldim. Shu ovoz ilm jihatimi ko'plagan o'zimga foydali taraflarni qilib singdirib keldim deb o'ylayman. Turg'unjonning o'rlamoqchi bo'lgan naqshi
Mening ayni yillarda 88-yillari bir Sazendi degan bir nomli bir plastinka lenti chiqqan. Shuningdagi Onajon degan naqsh. Mening Sen Amrayim bo'lsa, Elijon. Men Elray guruhi kirgandan buyon Dilshod Raydin ustoz, Shavkat ustoz nurg'un bilimlarni o'rgatdi. Elijon bo'lsa, eng ataqli naqshimizdan rahmatli Mirzat olim o'rinlagan Tar ko'cha nomli naqshni o'rinlamoqchi. Elijonning mo g'ayrat qilishni, o'zimning mo davomli g'ayrat qilishni chin dilimdan umid qilaman. To'g'ri qo'y, sahnada ko'rsayli. Elijonning mo mushu aylanmada mush naqshni qalbiga o'rlashni umid qilaman. Gözecip alemge türelgendimen Şu güzel üstünge baktım dar kucak Can anam niyen bağırdek bağrındı men Kanmedim ey bağrımni yaktım dar kucak Can anam niyen bağırdek bağrındı men Kanmedim ey bağrımni yaktım dar kucak Uydurun diyen ötkünümde her kaçan Telmürüp doymay karay men dar kucak Kim seni kardaydı koynun bir cahan Gültecek ey Reyhan Puray sen tar kucak Kim seni kardaydı koynun bir cahan Gültecek ey Reyhan Puray sen tar kucak
Beni östürgen atam sen tar koca. Şuncha bir naqiz yigitga pası var. Bir güzel dilber makan sen tar koca. Şuncha bir naqiz yigitga pası var. Ey bir güzel, ey dilber makan sen tar koca. Dilber makan sen tar koca. Rahmat. Çaşlarım kal kal akar diye. Yaşlarım kal diyem yaşlarım kal diyem Çaşlarım kal kal akar diye. Yaşlarım kal diyem yaşlarım kal diyem Anacağım apa can bana derman bana can bana derman bana kulağımda elin köy bana daştan bana köy bana daştan bana Amcam boynu honda Digimez terziye başını Digimez terziye başını Ahlamak ecri mengü Burçam ehtimini Burçam ehtimini Ahlamak ecri mengü Burçam ehtimini Burçam ehtimini
Onaqda biz ustozlarning bahasi shundaqla tavsiyasini olib olgandik. Qani, sen ubar tursin ustoz. Mening tavsiya qilganim Dilshod Raydin ustozga Turg'un Miravdi. Turg'un Miravdi. Rahmat ustoz. Abdulla Abdurim ustoz. Mundaqlik ko'rinib turdi. Turg'un Miravdin bizning muqam ansamblining hozir kasbiy naqshchisi bo'lib ishlayotdi. Bu ikkalarning hozirgi aytgan naqshisidanmi ovozniki ovoz jihatdan masalan Eli Ahmad u kasbiy tarafdan bir mezgillik tarbiyalanish ko'rib baxmagan yigit. Ama mushu Dilshod muallimning qo'liga tushgandan tortib hozirga kelguncha mushunchalik holat keldi. Bu bir ilgirlash. Endi Turg'un mayli kasb maktabda o'qigan bo'lsin burun yoki kasbiy o'rinda ishlab nurg'un ustozlar bilan davomli bilib o'zaro tajriba almashtirish badaliga mana hozirgi Turg'un bo'lib shundoq yetishib chiqqan hamda ko'zimiz ko'rib turyotdi. Bu amaliyotni ko'msak bo'lmaydi. Turg'un ustunlikni egalladi bugun. Men qarab turib Elining tirishchanligiga, bu Elining qizg'inligiga, buning bo'shashmaydigan ro'yiga apirini aytib shuni Elini ko'rsatib qo'ysam bo'lmaydi. Tavsiyalarim Turg'un. Rahmat ustoz. Nurisa ustoz. Bugun Turg'un ustunlikni haqiqatan Abdulla akamiz aytgandek egalladi. Ammo men bugun mushu Eli Ahmadni rag'batlantirish yuzidan tavsiya qilmoqchiman. Rahmat ustoz. Rahmat. Shakat ustoz. Arshikli o'quvchimizni aytdi yaxshi o'rinda. Bayam ustoz degandek Turg'un haqiqatan ustunlikni egallab turyapti. Ovoz doirasini aytgan, bo'lib tövang tushgan vaqtida kontrol qilishni aytdi yaxshi bo'ldi. Elini ham azroq titrak aralashroq bo'lib qoldi, hamda balkim jiddiylashishdan bo'lish kerak, mana pasni kontrol qilishdan. Shuning kasbiy nuqtadan Turg'unni tavsiya qilay. Rahmat ustoz. Rahmat. Dilshod Raydin ustoz. Eli Ahmad tarkochini aytman deganda dastlab men bu tarkochini boshqa naqsh sanamamdi. Bu naqshni birinchidan jiqmaylar yetib ketgan. Uzoq vaqt bo'lib ketdi. Ikkinchidan bu naqshni aytmoq qiyin-ku. Uşaq fraksiyonlarni Mirzat Alim bulun pushqaga olib o'tgan. Buni aytman deb esa o'xshamaydi-ku andaq. Mirzat Alimni aytgan texnik shu saviyasiga olmoq intayin qiyin. Buning ovoz aytgan inchik froqlarga tushsi bo'ladi. Sal jirgirak ovoz bo'lsa o'ylanmaydi-ku. Uşaq froqlarni olmoq biroz tez keladi. Desam shu tankash muzikasini ishlatib bu naqshni uyg'unib kelib aytibdi bu. Aytib hayron qoldim. Bu froq she'rlarni shunchalik joyga kelibdi-da. Turg'un Miravdining ma'no naqshisini bizning san'atkorimiz Abay Abdulla 80-yil yozgan. Bu naqshning ismi Onajon. Men o'rlagandim. 88-yilmi 87-yil. Endi bu naqshning avjisi xeyli yuqori egiz. Xo'sh, ustoz. Eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Endi oxirgi bosqichga ustoz, eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Endi oxirgi bosqichga Turg'un Miravdin. Muborak bo'lsin. Muborak. Elijon apandi. Balkim bayotdanqi mushu baygida o'tirayotgan bo'lishimiz mumkin. Ammo esimizda bo'lsin, bizga yana fursat bor. Qani, Abdulla Abdurim apandi, Nurnisa Basxonim 10 sekund vaqt. Ta'tir sanoq boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muborak bo'lsin Eli Ahmad apandi, hamda siz bundan keyin Abdulla sahnasining a'zosi sifatida keyingi bosqichda musobaqa qatnashasiz. Xush bo'ldingizmi? Xush bo'ldim. Qani, ustozim bilan. Muborak bo'lsin Eli Ahmad. Sahnamizdagi qadamlarimiz endi Abdulla sahnasida davom etadigan bo'ldi. Abdulla sahnasidagi birodarlaringiz bilan qo'lni-qo'lga tutishib, texmi yuqori pallaga yetkazasiz.
Ekran aldığındaki kadarlı körümeler, naq meydandaki tamaşıbıllar. El Rayi grupsunun imtihan baskıcı mana bu şeyde ahırlaştı. Keng sanı görüşkice man bulunlar. Hayır hoş. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası.